Men Mirzo Piskent Agro fermer xo'jaligi rahbari Qurbonova Jamila bo'lib, mana bu yilgi 2026-yili g'alla hosili uchun mana yetishtirgan g'allalarimiz prezidentimiz ko'rsatgan fermer xo'jaliklariga ko'rsatayotgan yordamlari, tuman hokimimiz yaqindan yondashuvlari tufayli g'allalarimiz bu yil 90-100 sentnerga yetdi. O'tgan yili 70-80 bo'lsa, bu yil 10-15 sentnerga oshirildi. Mana hozir planlarimizni men fermer xo'jaligimizda 40 gektar yerga g'alla ekkan bo'lib, 165 tonna g'alla berib, davlat rejasini oshig'i bilan bajardim. Va yana mana dalalarimizda 15-20 gektar atrofida o'rilmagan maydonlarimiz turibdi, majburiyatlarimiz turibdi. Shularni hammasini sidqi dildan davlat vatanimiz uchun, xalqimiz uchun bajarishga tayyormiz. Barcha yerlarim 60 gektar bo'lib, 20 gektariga paxta ekilgan. Paxtamizdan mana Shinjon usuli nimasida ekilgan bo'lib, mana hozir to'liq shonalagan, gullagan, suvdan chiqqan yetarli shu 50-60 sentnerda mo'ljallab turibmiz. Mana prezidentimizni fermerlarga ko'rsatayotgani, tuman hokimimiz, mutasaddi rahbarlarimiz ko'rsatgan yordamlar tufayli tumanimizda g'alla planlari oshlig'i bilan viloyatda birinchilardan bo'lib bajardik. Bo'ldimi?